Restoran uslubida taom tayyorlashni xohlaysizmi? Unda shu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Taomimizga tovuq filesi kerak bo'ladi. Uni to'rga bo'lib olib, marinovka qilib olamiz ikki yot tomonini. So'ngra tavamizni qizdirib, unga ozgina yog' solib, grudinkalarni qovurishni boshlaymiz. Grudinkalarimiz yupqa bo'lganligi uchun tez pishadi. Qarab turasizlar, hamma yoqlari bir xil qizargandan keyin uni orqa qismini ham xuddi shu tarzda qovurib olamiz. Grudinkalarimizni qovurib bo'lganimizdan keyin unga 3 ta zub chesnokni mayda qilib to'g'rab ketish kerak emas. Qarab turasizlar va qo'ziqorinni solib yaxshilab qovuramiz. Qo'ziqorinni suvlari chiqib bo'shashgandan keyin brokkoli solib yana yaxshilab aralashtiramiz va unga qaymoqni solib, tuz solib 5-10 minut qaynatib olamiz. Qaynab bo'lgandan keyin unga shpinatni solib yana yaxshilab aralashtiramiz va grudinkalarimizni solib dimlab qo'yamiz. Grudinkani solgandan keyin 5 minut dimlab olasiz. 5 minutdan so'ng mozzarella sirimizni ham solib yana 5 minutga dimlab qo'yamiz. Taomimiz tayyor. Bemalol dasturxonga tortiq qilsanglar bo'ladi. Tayyorlab ko'ramiz. Videoim yoqqan bo'lsa, sizlardan like va kommentariyalar kutib qolaman. Yoqimli ishtaha!